sen so'nggi ajdaro hukmdorisan. Bu qadimiy qobiliyatga ega bo'lgan yagona odamsan. Ich-ichingdan chilgara bilan seni birlashtiruvchi ovozni topishing kerak. Chunki sizlar ruhan o'xshaysizlar. Agar u bilan o'z yaqiningdek gaplashsang, u senga bo'ysunadi. Hayotingiz aziz bo'lsa, boshqa qadam bosa ko'ring. Oddiy xizmatkorsan xolos. Men ajdaholarning so'nggi hukmdoriman. Sen afsun qila olasanmi? Tug'ilganimdan beri shundayman. Men ajdaholar hukmdoriman. Menga yo'q deya olmaysan. Xudoning qilmishi ham yo'q-ku. Keragi ham yo'q.